Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Estaizu billah, la yanalalloha luhumuha va la dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Sadaqallohul azim. Alloh subhanahu va taologa sizlar qilayotgan qurbonchiliklarni go'shi ham kerak emas, ularni qonlari ham kerak emas. Balki sizlardan faqatgina Alloh taqvoni talab qiladi. Ya'ni Allohga faqatgina taqvo yetadi. Demak azizlar, qurbonchilik qilishdan maqsad Allohga bo'lgan taqvomizni, Allohga bo'lgan muhabbatimizni, dinga bo'lgan hurmatimizni, dinga bo'lgan bizni odobimizni Alloh taologa ko'rsatishlik ekan. Albatta azizlar, qurbonchilik qilayotganda, qurbonchilik qilgandan keyin o'sha qurbonchilikning go'shtlari, qilayotgan qurbonchiliklarimiz yana ham savobga ko'proq ega bo'lishligi uchun va qilayotgan qurbonchiligimizdan 3 barobar, 4 barobar savobga yetishimiz uchun azizlar, o'sha qurbonchilik bo'layotgan yerlarni nazorat qilishligimiz juda muhim. Ya'ni o'sha qilayotgan qurbonchiligimiz qayerga boryapti? Bir bor oddiy bir kambag'al odamga berishlik, bu ham savob. Bir bor ahli ilmlarga, talablarga, ya'ni ilm talabini qilib yurgan insonlarga berishlik. Ummatni, jamiyatni xizmatini qilib yurgan insonlarga berishlik. Bu agarda biz o'sha talabalarga, o'sha bir ilm talabini qilib yurgan yoshlarga beradigan bo'lsak, ularni yana ham qo'llagan bo'lamiz, dinga xizmat qilgan bo'lamiz va shuningdek ilmga va ahli ilmlarga odob qilgan bo'lamiz va shuningdek o'zimizni qilgan qurbonchiligimizni ham albatta savobini olgan bo'lamiz. Shuning uchun azizlar, har birimiz imkon qadar qurbonchilik qilayotganlarimiz Alloh barchalarimizga imkoniyat bersin va o'sha qurbonchiligimizni yaxshi ham, yana ham o'sha qurbonchiligimizni yana ham o'sha muhtojroq odamlarga beradigan bo'lsak, yana ham loyiq odamlarga beradigan bo'lsak, inshaalloh juda ko'p foydali bo'ladi. Bir hadisda keladi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La ya'kul ta'amaka illa taqi." Taqvo insonlar sizni taomingizni yesin degan. Shu hadisga binoan sizlarga ham murojaat qilmoqchimiz. Agarda sizni ham o'sha ko'p savoblarga yetishni istasangiz, inshaalloh biz raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Albatta bu yerda ilmlik, tajribali olimlarimiz nazoratda, o'sha nazorat qilib, to'liq sizga ma'lumotlarni, xabarlarni ham yetkazadi va sizni qilgan qurbonchiligingiz albatta inshaalloh o'z o'rniga yetadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.